Uyghur meselesinin xalqaralaşışıga ergişip, Dünya Uyghur Qurultayı dünyanın her qaysı joylarida ishxonalar içip, faaliyetlerini texmi kuchaytirishga tirishmoqda. Bu maqsad bilan 2023 yılı 1 ayning 14 kunidan 16 kunigacha İspaniyaning Barcelona shahrida Dünya Uyghur Qurultayıning xizmat yig'ini o'tkazilgan. Yig'inga Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqun Aysa Efendi, Qurultayning markaziy ishxonasida ishlayotgan xodimlar va har qaysi davlatlardagi ishxona mas'ullari, Qurultayning axborot markazi va fondining mas'ul xodimlari ishtirok qilgan. Yig'inda oldi bilan Dünya Uyghur Qurultayıning 2022 yilda xizmatlari to'g'risida doklad berilgandan keyin 2023 yilda qilishga tegishli xizmatlar to'g'risida muzokara olib berilgan. Avstraliya Tashqi ishlar ministri Penny Wong 19 yanvar kuni Avstraliyadagi bir qism Uyg'urlar bilan yuzturani uchrashib, ular bilan Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida suhbatlashgan. Penny Wong xonim Twitter betida bu qitimqi uchrashishda tarqatilgan suratni ham bahirlash orqali Avstraliya hukumati Avstraliya fuqarolariga chetishlik masalalar, jumladan atalmish Xinjiangdagi kishilik huquq masalasi haqida so'z qiladi degan. Ma'lum bo'lishicha, muajiratdagi Uyg'ur jamoati bir qator ko'proq to'plashib o'ltiraqlashgan davlatlarning biri Avstraliya bo'lib, o'tgan bir necha yilda Avstraliyadagi Uyg'urlarga munosabatli ko'plagan fojiali xabarlar o'ttirg'i chiqqan edi. Avstraliya hukumati bu jihatda ba'zi tirishchanliklarni ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo muajiratdagi Uyg'urlar bu sohada ishlangan xizmatlarni yetarli emas deb qaramoqda. Amerika Texas shtatining parlament a'zosi Xitoyning shtab doirasidan uy mulk sotilishini cheklash haqida taklif sungan bo'lib, shtat boshlig'i imzo qo'ydiganligini aytgan. Amerika ovozining 17 yanvardagi xabarda bildirishicha, Amerika Texas shtati parlament a'zolari Xitoyni o'z ichiga olgan 4 davlatning hukumat, shirkat va shaxslarning Texas shtatidan uy mulk sotilishini cheklash haqida qonun loyihasini o'tirg'a qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha, shtatlik kengash palata a'zosi Louis Kolxorit Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya va Rossiya qatorliq bir qism chet el hukumatlari va aloqador o'rinlarning Texas shtatida yer va uy mulk sotilishini cheklash qonun loyihasini o'tirg'a qo'ygan. Yaqinda Xitoyda e'lon qilingan rasmiy sonliq ma'lumotlarga qaraganda, har yili davlat miqyosida 2 milliondan ortiq bola yo'qolib ketadi ekan. Tadqiqotchilar bu bolalarning Xitoy hukumati qonunsiz qurgan tajribaxonalarda tajriba materiali o'rinda ishlatilganligini o'tirg'a qo'ydi. Yaqinda Xitoydagi bir panohlanish o'rnidagi bolalar tajribaxonasining ximiylik ko'lchikidan necha 100 bolaning jasadi tepilganligi o'tirg'a qo'yildi. Xitoy tahqiq qiluvchi jurnalist Jennifer Zhang bu masalani o'tirg'a olib chiqdi va tashlandiq tajribaxonalardan suratlarni ham bahriladi. Filippin prezidenti Ferdinand Marcos Janubiy Xitoy dengizi rayonidagi talash tortishishga qatnashgan davlatlar o'rtasidagi to'qinishning Filippin va boshqa davlatlar o'rtasida og'ir oqibat elib keladiganligini ogohlantirdi. Marcos harbiy aralashishning to'qinishni hal qilishning tanlashlardan biri emasligini va keskinlashayotgan jiddiylikning savdoga pasif ta'sir ko'rsatadiganligini tilga olib mundaq dedi. Bizning Xitoy bilan ziddiyatlik talabimiz yo'q. Aksicha Xitoyning bizning ziminimizda talabi bor dedi. Marcos o'zining Xitoy ziyoratida bu masalani Xi Jinping bilan muzokara qilganligini, ammo qisqa vaqt ichida hal qilish chorasida cho'ng ilgirlashlarning bo'lmaganligini ko'rsatdi.